Hurmatli meni kuzatadiganlar, bu qiz Arzigul Qirg'iziston Respublikasi Qizilqiyadan keldilar. Arzigul bizni qora sedana asal va zaytun aralashmasi shifo mahsulotimizni sotadilar. Xush kelibsiz Arzigul. Rahmat Xavaja, qandaysiz? Kecha ko'rishdik siz bilan, bugun yana ko'rishyapmiz. Savdoyimizga Alloh baraka bersin. Qirg'izistonliklar bu mahsulotimizni Arziguldan sotib olsangiz bo'ladi. Arzigul Qizilqiyada turib, butun Qirg'iziston bo'ylab ekspress pochtadan chiqarib yuboradilar. Narxlarimiz Qirg'iziston tamojniy hisobiga bu kishimda boshqacha narx, lekin mahsulot original Arzigulda qo'lida bor. Ko'ryapsizlar, yangi etiketka qilganmiz. Mana shtrix kodlarimiz bilan, QR kodlarimiz bilan davlat tasdiqidan o'tgan haqiqiy original mahsulotimiz. Olib ichsangiz bo'ladi. Ofiyat bo'lsin. Rahmat eja, sizga da rahmat, bizga ham baraka bo'lsin. Bunaki Qizilqiyadan kundalik kelib tovarlarini olib ketamiz. Biz dillerlarga berib o'tamiz. Dillerlar ayvay ko'p chiqyapti Qirg'izistondan. Diller bo'lib ishlayman desangizlar da jasangizlar bo'ladi. Biz sizlarga mahsulotimizni yetkazib berib turamiz qizlar. Xavajamda ushul nemeleri o'zgardi, logovaylari Podelkasi debengizlar ko'pchilik so'rab o'tadi. Boshqacha edi-ku, jashil edi-ku deb kecha olib chiqqanimiz, shundan olib chiqib ketganmizda biz nega bunday keldi deb. Bizda bayog'i o'rischasidagi yozildi, черный тимин deb. Bu yerda QR kod bilan qo'shib kirib ko'rsangizlar, Xavajamda dokumentlari, qaysi yerda qanday ishlatilgan, o'zining dokumentlari bardigi chiqatgan. Ushunisi ayvay so'nim bo'ldi. Qanday ichilishlari, tartiblaridagi bor. Shundaylar telefoningizlarni tutsanızlar sizlerge dokumentler bilen chiqarib beradi-da. Podelkasi aldanib qolingizlar. Shuning uchun podelkasida bundaylari yo'q. QR kod qilsangizlar, ol podelkasi bilinadi. Ko'pchiliklar Xavajamda golosini qo'yib turib, qo'lda jasashib, "Bunaki Xavajaniki" deb satishyo'tadi-da. Biz ularga ko'ngildagi bo'lganimiz yo'q. Xavajam aytdi, "Ko'ngildagi bo'lbang ularga" dedi. Bizdan shunday bo'lgan logoylari chiqibdir. Qarangizlar, eng so'nim bo'lib turibdi. Xavaja shunga kiradi. Xavajamda barliq storiyalari chiqadi. Dokumentlari, qaysi yerda qanday olinganlari, suroktorigacha chiqarib beradi qizlar. Mashalloh. Arzigul o'zi birinchi bittadan boshlagansiz. Men bitta katta, bitta kichkina shunday olib ketganman. Birini kuyovim ichgan, birini men ichganman o'zim. Bolam men o'zim ichganmiz. Kuyovimda da saxri bor, aytib o'tganman. O'sha saxrlaridagi normaga keldi. Murda 13-12 bo'lib jursa, hozir ushul qora sedanadan keyin kuyovimda saxrlaridagi normaga tushib, ayvay so'ning rezultatlaridagi bo'ladi. Saxrning nemesi ko'p yerlarga ta'sir berayotganda endi bayog'i murda urologiskiy bo'lib dag'i o'ritilar, o'shul doridagi yaxshi normaga kelib, yaxshi bo'lib qoldi hozirchi. Bolamdagi tamoqchi o'zimni boshim o'rib qoldi. Mana ishtayim deb qoldim-da o'zgacha. Men o'zi boshim o'rib, Xavajamda 1 yil kuzatib yurganman qizlar. Barsammi Alloh taolo o'zi yo'liqtirgan kuni keladi ekanmiz-da, biz aytaverayotganmiz. Alloh taolo mana kuni yo'lig'asin desa, o'sha kun yo'lig'atgansiz-da. Bunaki Xudoga shukr, yo'liqtirganiga shukr. Mana produksiyalarni aparib, shuncha Qirg'iziston eliga sizni kutib turganlarga aparib sotib o'tamiz eja. Ulardagi shifo bo'lib o'tadi. Ayvay so'ning rezultatlar bo'lib o'tadi ol joqda. Eng maza qiladigan joyingiz o'sha rezultatni aytsa maza qiladigansiz. Rezultatim bunday bo'ldi Arzigul. Молодец. Alganlar qayra tuğanlarga, o'zlariga, qizlarga, men jengil deb qoldim, olib ichkili deb ichsa jirg'a beradi ekansin-da, eja. Voy, debchi, ali suyungan jering shol jer bo'ladi ekan. Shu bo'ladi-da, qiziq joyi shu. Xudoga shukr, ushuncha mahsulotingizni olib chiqib sotib o'tam, biridan yomon rezultat uqmadim eja. Bundan uqmaydi ekansiz. Bu tabiiy narsa ekanda qizlar. Toza asal, toza zaytun moyi qo'shilgan 40 marta Yosin surasi jonli o'qilgan hamda sedanani biz toza mesnesini olamiz, yuvamiz, quritamiz, maydalaymiz. Juda ham taqvo asosi, juda ham bir gigiyenaga rioya qilib tayyorlaganimiz uchun ham, mehr bilan tayyorlaganimiz uchun ham ichgan odamlarga ofiyat bo'lyapti. Agar sizni dorilardan charchagan bo'lsangiz, ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'lsa, ha deb kasal bo'layotgan bo'lsangiz, dorilaringizni vaqtincha yig'ishtirib turib, necha sedana ichib ko'ring. Mashalloh bo'ladi. Soch to'kilayotganlar, sochlaringiz to'kilishi to'xtaydi, qayta yangi soch o'sib chiqadi. Chunki buni tarkibida oqsil ko'p. Ozmoqchi bo'lganlar shu qora sedanani ichib turib, parhezingizni qilsangiz, to'qlik hissini beradi. Oqsil yetishmovchiliksiz, osilmasdan, sulaymasdan, charchamasdan ozasiz. Homiladorlar ichsa kuchli bo'lib, sog'lom farzand tug'adi. Gapirsangiz 3 kecha 3 kunduz uxlatmay gapirishga to'g'ri keladi, lekin buni bir marta olib ichib ko'rgan odam
foydasini biladi. Arzigulni WhatsApp nomerini va Instagram silkalarini biriktirib qo'yaman. Qirg'izistonliklar Arziguldan, O'zbekistonliklar bizni dilerlarimizdan sotib olsangiz bo'ladi. Rahmat Habiba, rahmat. Alloh Baraka toping. savdolaringizga baraka bersin. Umringiz uzun bo'lsin. Amin, sizniki ham hammamiz. Eson-omon qutulib olsin deb Xudo Rahmat. xolasa. Amin. Janliq men bo'lishamiz yaqinda Xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat. Sizlarga da rahmat.